Bunaqasini endi ko'rishim. Tug'ilganidan deyarli ko'zi ko'rmayapti. Eshita olishi ham aniq emas. Uning suyaklari artritdan dalolat beradi. Teri esa o'z elastikligini yo'qotgan, qo'l va oyoqlari esa suyakka aylangan. U yangi tug'ilgan chaqaloqqa emas, balki 80 yoshdan o'tgan, umri poyoniga yetayotgan kasal insonga o'xshaydi. U o'ladimi? Hayoti boshlanishidan avval tanasi kasal. Yoshing nechida? 7da, lekin qari ko'rinaman. 7 yoshda ekan. Benjamin, avval ko'rganimdan sog'lomroq ko'rinyapsan. Xayrli kun, Fuller xonim. Bu meni nevaram Daisy bo'ladi. Senga aytsam, Uning moviy ko'zlarini unuta olmayman. Daisy, bu men. Benjamin. Benjamin? Ey xudoyim. Sen 1918-yilda tug'ilgansan. 49 yil bo'ldi. Men esa 43 yoshman. Biz deyarli tengqurlarmiz. Ko'z ochib yumguncha uni yurishni unutganini kuzatardim. Keyin u ko'zlarini yumdi-da, o'zini uxlaganga soldi.